Assalomu alaykum hurmatli O'zbek limon sahifasining obunachilari. Assalomu alaykum Shokir aka. Biz ayni daqiqalarda Buyuk Britaniyaning London shahridamiz va oziq-ovqat va ichimliklar yirik ko'rgazmasida, xalqaro ko'rgazmada ishtirok etmoqdamiz. Bevosita mana bugun O'zbek limoni trendga chiqdi. Bugun O'zbek limoni e'tibor markaziga aylandi. Chunki O'zbekiston subtropik davlat emas, ya'ni mintaqamizning o'zgarishi jannatmonand quyoshli yurtda o'zgarish yetishtirilgan aynan bir O'zbek limoni bugun e'tibor markazida bo'ldi. Juda ham ko'p tashrif buyuruvchilar aynan O'zbekistonning limonlariga qiziqish bildirdi va ushbu turdagi ham suvli, ham shirin va o'zgacha mana shu har tomonlama ta'mga ega bo'lgan manfaatli mahsulotga e'tibor bildirishdi, to'g'rimi? Shokir aka, biz siz bilan suhbat davomida keyin mana shu O'zbek limoni haqida, O'zbek limoni limonchilik faoliyati bo'yicha siz lidersiz, lider tadbirkorsiz Xorazm viloyati miqyosida. Mana shu haqida tajribangiz haqida, o'zingiz tashkilotingiz haqida ozgina ma'lumot berib olasizmi, marhamat? Albatta, Shohruxbek bir narsani aytib o'tish kerak. Hozir siz O'zbek limoni trendga chiqdi degan gapni sal ko'proq faxr bilan aytish kerak edi, chunki bu faxrlanishga arziydigan gap bo'lyapti-da, bu yerda masala bo'lyapti. Chunki limonchilik sohasi o'zi O'zbekistonda yo'q edi. Adolatli tarzda aytadigan bo'lsak, yo'q edi. Davlat rahbarimizning qarorlari asosida limonchilikni rivojlantirish uchun qilib bergan sharoitlar asosida bu soha alohida soha bo'lib shakllandi. Kengaydi. Bugunga kelib o'sha yetishtirilayotgan mahsulotimiz dunyo yuziga chiqishni boshladi. Mana bu misoli bilan juda ham katta bir ko'rgazma saviyasi yuqori ko'rgazmada qatnashyapmiz. Lekin bu ko'rgazma shunaqa ko'rgazma ekanki, bunga amin bo'ldimki, butun dunyodagi eng katta kompaniyalar bu yerga mahsulot sotib olish uchun va mahsulotini taqdim qilish uchun kelishar ekan. Lekin shu ko'rgazmada ham eng yuqori mijozlarga boy ko'rgazma pavilyoni bizaniki bo'ldi. Trendga chiqa oldida. Nimaga bilasizmi? Bu o'ziga xos betakror mahsulot sifatida e'tirof etilyapti. Chunki o'sha bizga limon yetishtiradigan boshqa davlatlardagi tadbirkorlar bo'lsin, o'sha savdo sanoat palatasi rahbarlari ham kecha mana Turkiya o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Turkiyaning savdo sanoat palatasi kelib tan beryapti-da, O'zbek limonimi deyapti. Qayta beryapti menga savolda, O'zbek limonimi haqiqatan O'zbekistonda yetishtirilganmi deyapti. Ha deyapman. Qanday bu darajaga yetdingizlar? Bu daraja ta'm, bu daraja ko'rinishga qarang deyapti. Bizlar ham necha yillik limon yetishtiruvchi davlatmiz, lekin tan olyapmiz sizlarning mahsulotingizni deyapti-da. Bu hammasi e'tiborni, sharoitni, hurmatli prezidentimiz bizni tadbirkorlarga yaratib bergan sharoitni, mevasi va mahsuli. Endi bizlar oldimizdagi bu yoqdagi vazifamiz shu mahsulotimizni kengaytirib butun dunyo bozorlariga kirib borish. Keng miqyosda kirib borish. Chunki bugun xaridorimiz borligini ko'rdik. His qildik bugun. O'sha e'tibor markazi, chunki O'zbekiston deganda, ya'ni butun mana dunyoning eksportyorlari deymiz, investorlar deymizmi, yangicha bir imij shakllandi. So'nggi 10 yilda O'zbekistonda ham qilsa bo'lar ekan degan tamoyilga asoslangan holda ayniqsa limon trendga chiqyapti. Limonni yangicha navi deymizmi, limonni mana shu xalqaro maydonda e'tibori. Bilasizmi, kecha mana restoran tarmoqlari ham o'zingiz ishtirokingizni bildingiz. Restoran tarmoqlari ham keldida, biz asosan Afrika mamlakatlaridan olaylik dedi. Janubiy Afrika mamlakatlaridan limonlarni olgan holda ularni tanovul qiladiganlarga mijozlarga berar edik. Lekin O'zbek limonining ta'mi o'zgacha. Bizga aytgan taklif bilan tushdi. O'zbekiston limonidan biz juda ham katta hajmda biz o'zimizga olmoqchimiz deyildi. Bilasizmi, bu katta bir e'tirof O'zbekiston uchun. Chunki haqiqatan ham buning suvli tabiiy, lekin bilasizmi, bitta narsa e'tibor qaratdim. Janubiy Afrika mamlakatlarining limonlari po'sti qalin, biroz taxir hamda suvi kamroq ekanda. Lekin O'zbek limoni bundan keskin farq qilgan. Buning aksi bo'lganligi, qaysi buning po'sti ham inson organizmi uchun foydali mahsulot ekanligi ham biz har tomonlama bildikda. Mana bu ko'ryapsiz, O'zbekiston limonchilari, eksportyorlar uchun asosiy birlamchi masala. Ko'rdikmi, dunyoning har xil oziq-ovqat mahsulotlari bor. Asosiy masala bu yerda xalqaro darajadagi sertifikat. O'zingiz ham bevosita Global Gap xalqaro sertifikatga ega tadbirkor sifatida qanday imkoniyatlarga ega bo'ldingiz va mana shu limonchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan yangi shu sohaga kirib kelayotgan insonlarga nima maslahatlar berasiz? Qanday tartibda shu xalqaro darajadagi sertifikatlar olish kerak? Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir tashrif buyuruvchi, har bir kelgan inson, har bir bu yerda ishtirokchilar barchasi birinchi navbatda xalqaro sertifikatni so'raydi. To'g'ri gapingiz. O'zi xaridorlar shunaqa deyaptiki, o'zi deydi, bu deydi, bizlar ko'p yillardan mobaynida deydi, Afrika davlatlaridagi boshqa davlatlarda yetishtirilayotgan limondan xarid qilib, o'zimizni biznesimizga, o'zimizni o'sha nimalarimizga xarid qilganmiz deydi. Lekin bu deydi, o'zi deydi O'zbek limoni degan
brendni deydi birinchi marta ko'ryapmiz, lekin deydi birdaniga shunchalik yuqori darajada yuqori sifatga ega, tamga sifatga ega tam beryapmiz deydi. Endi bu mahsulotlarni shu jahon bozoriga mana shu katta pavilonlarga chiqarib, jahon bozoriga chiqarib, dunyodagi xaridorlarimizga yetkazib berish uchun bularning qattiq talablari bor ekan. O'sha talablardan birisi mana shu katta o'sha xalqaro nimalarni sertifikatlarga ega bo'lishimiz kerak ekan. Buni xalqaro e'tirof etilgan, e'tirof etilgan talab doirasidagi sertifikatga ega bo'lishimiz kerak ekan. Mana rahmat davlatimizga, davlat rahbarimizga, ayniqsa bu Turonbek rahbariyatiga rahmat. Bizlarga alohida o'zlari yordam berib, o'zlarining ko'magi asosida o'sha xalqaro sertifikatni olib berishga yordam berishgan, ko'mak berdilar. Shunga asosan men hozir o'zingiz ham guvoh bo'ldingizlar, ko'rgazmada pavilonimizda qo'yibmiz o'zlarimizning nimalarimizni, sertifikatlarimizni. Shunga asoslangan sertifikatimizni ko'rib, undan keyin bizlar bilan muloqotga kelishyapti-da. Chunki bular qo'linda guvohnomasi bor, o'sha bozorga kirishga degan. Ishonchli muhimi, muhimi hujjati bor deyapti. O'zbekchasiga aytganda, qo'lda pattasi bor deyapti-da, bu bozorga kirishga deyapti. Ana shu narsa albatta u qilishimiz kerak ekan u narsani. Albatta ko'proq sertifikat, biz ikkita sertifikat taqdim qildik. Ha, demak, sizlar bilan ishlashlik bo'lar ekan. O'zi mahsulotingiz haqiqatan ham yaxshi tamga, yaxshi sifatga ega. Mana bunda hujjatlaringiz ham bor ekan. Demak, sizlar bilan katta shartnomalar qilishga tayyormiz deyapti. Kecha mana o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. 10 ming tonnalik hajmdagi eksport shartnomasini bizlarga taklif qilyapti. Olaman mahsulotingiz 10 ming tonnada hajm emas, alohida e'tirof etish kerak. Juda ham katta hajm. Katta o'sha davlatlarda katta tadbirkor kompaniyalar 10 ming tonna mahsulotingni olaman deyapti. Haqiqatan shunaqa mahsulot tayyorlab bersang bo'ldi, shunaqa o'zbek zaminida yetishtirilgan mahsulot bor ekan dunyoda deb tan olib tanishib olaman degan xaridorimiz chiqyapti bugun. Shokir aka, bilasizmi, bir narsani haqiqatan olib aytishimiz kerak. Bugungi ko'rgazma, bu xalqaro ko'rgazmalar barchasi O'zbekiston mahsulotining imijini namoyish etish uchun qilingan narsalar aslida. Albatta. Bugun O'zbekiston dunyo maydonida nafaqat mahsulotining haqiqatan sifat darajasi va o'zgacha yondashuvi, kreativligi, innovatsion tarzda faoliyat qo'yish ham bu o'zbekcha misol qarangda Made in Uzbekistan pavilyoni bir yondashaylik bunga. Bu qator tashkilotlar, misol uchun investitsiya savdo vazirligi, savdoni rivojlantirish kompaniyasi hamda savdo sanoat palatasi bilan muhim bir davlat darajasida e'tibor berilyapti deb tadbirkor faoliyatiga. Ya'ni tadbirkor boy bo'lsa, mamlakat ham, millat ham albatta boy bo'ladi degan tamoyil bevosita ilgari surilgan. Shunday ekan, davlatimiz rahbarining ham olib borayotgan ochiqlik siyosati ham tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida jadal qonun, qarorlar deymizmi, amaldagi imkoniyatlar deymizmi, bevosita limonchilik faoliyati ham katta hissa qo'shadi. To'g'rimi? Yana bitta narsa Shokir aka, limonchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan yangi tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Hozir biz kuzatayotganlarimiz yo bo'lmasam limonchilik sohasini boshlasammikan degan savol tug'ilayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Endi xalqimizda bir maqol bor, limon keltiradi million deyishadi. Shuning uchun ham ikki og'iz fikrlaringiz bo'lsa, albatta manfaati bo'ladi. Lekin ko'ryapmiz, juda ham odam gavjum. Bugungi intervyumizni ham biroz qiynaldik, chunki juda ham odamlar gavjum va juda ham katta masshtabda, juda ham katta bir ko'plab davlatlar tashrif buyurgan. Bu yerda alohida O'zbekistonning o'rni bo'lganligi ham bu bizning yutug'imiz. Marhamat, yangi faoliyat boshlayotgan tadbirkorlar uchun ikki og'iz tilaklar, fikrlar yoki takliflar, maslahatlar. Albatta bu yerda yangi boshlayotgan tadbirkorlarga shuni aytmoqchimanki, bugun o'zbek limoni butun dunyo bo'yicha o'zi brend asosida dunyoga tanilmoqda. Bu degani bozorimiz shakllanmoqda, xaridori topilmoqda. Bunga albatta mana shunaqa katta keng ko'lamli ko'rgazmalarga davlat rahbarimizning yordami, qarorlari bilan, sharoitlari bilan kelishligimiz bu juda ham katta imkoniyatlar eshigini ochar ekan bizlarga. Bundoq qaraydigan bo'lsam, 30 yillik tajribaga ega bo'lganmiz, ichkari faqat ichki bozorga ishlaganmiz-da. Bugun katta mana shunaqa ko'rgazmalarga qatnashib, katta keng miqyosdagi salohiyatli o'sha kompaniyalar bilan eksport shartnomalari tuziladigan bo'lsak, baribir har bir biznes, har bir soha baribir alal-oqibat moliyaga taqaladi-da. Moliyaga taqalgandan keyin bu yerda ko'makka taqaladi. Bu yerda mahsulotimizni 1 so'm qimmatiga sotadigan bo'lsak yoki kengroq ko'lamda sotadigan bo'lsak, baribir sohani rivojiga bu o'zini hissasini qo'shadi. Bu endi bir narsani shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim. Alohida bir davlat rahbarimizga minnatdorchilik bildirgan sifatida aytib o'tmoqchi edim. Hozir men shu yerda aylanib chiqyapman-da nimani ko'rgazmani. Pavilyonlarni aylanib chiqyapman. Faqat bizlarni O'zbekiston pavilyonlarida o'sha davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovini sezyapmiz. Chunki savdo sanoat palatasi, yana qancha hamkor davlat nimalari, tashkilotlari tadbirkorlarga e'tiborda bo'lib sharoitlarni qilib beryapti-da bizlarga ular.
sharoitni o'sha pavilyonda joylashishimiz, boshqa hamma barcha chora-tadbirlarni qilib, pavilyonlarimizni o'sha nimalar davlat tomonidan qoplab berishligi boshqalari. Biz faqat ertalab o'sha mehmonxonadan pavilyonimizga tayyor joyga kelib mahsulotimizni taqdim qilyapmiz. Lekin boshqa tadbirkorlar mana ko'ryapmiz, o'zlari hamma xarajatini qilib, nimalarni qilib, bu ham bizlar uchun katta ko'mak-da. Juda to'g'ri aytasiz. Faqat davlatimiz rahbarining ham qaror farmonlari bilan o'zbek limoni masalasi, o'zbek limonchilik faoliyati qo'llab-quvvatlash uchun butun aynan limonchilarni bevosita To'ronbankka biriktirib berildi. Qonun doirasida butun boshli bir hukumat darajasi masalasiga ko'tarildi. Balki davlatimiz rahbari limonchilik bilan To'ronbank qo'llab-quvvatlash, To'ronbank mana shu tadbirkorlarni, yirik eksportyorlarni shakllantirib, ularni xalqaro darajada sertifikat olishiga ham ko'maklashishi, umuman olganda uning o'zbek limonini dunyo maydoniga chiqish uchun ko'mak yaratdi. Bu bevosita To'ronbankning ham asosiy o'rni bor deb bemalol ayta olamiz. Endi bir masala, har doim ham yangilik bo'laverish kerak. Misol uchun, endi bilasizmi, limonni o'zini eksport qilgandan uni qayta ishlab, qo'shimcha ishlov ber yoki qaysidir ma'noda yangi bir mahsulot yaratib, uni eksport qilsa ko'proq manfaatdorlik bo'lishi mumkin degan masala ko'tarilgan. Va juda ham ko'p mamlakatlar aynan limonni olib, biz bilan hamkorlikda olib, yangicha formatda, misol boya yubileyniy navini ham ko'rdik. Hozir shu tomonga uzanamiz. Yangi bir nav doirasida yaxshi bir mahsulot ishlab chiqish taklifini ham berayotgan, bu quvontiradi. Yana qanday yangilik qilsa bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Yana bir hozir pavilyonga yo'l olamiz siz bilan. Hozir bu yerda faqat limon mahsulotimizni eksport qilish bilan birgalikda shu hamkasblarimiz bilan, o'sha delegatsiyamiz bilan butun pavilyonlarni aylanyapmiz yoki o'sha bizning pavilyonimizga kelayotgan, taklif bildirayotgan faqat limon mahsulotlarini sotib olaman emas, o'sha yubiley navimiz bilan alohida qiziqish bildiryapti. Chunki uni bilasizmi, siz gapingizni bo'ldim. Yubileyni bir kattaroq, rangi ham sariq, kattaroq hozir ko'rsatamiz. Ko'pchilik endi mahalliy aholimiz bilan gaplashganmiz, limonchiga gaplashganda aytishganki, bu yubiley navidan foyda yo'q deydi. Chunki buni iste'mol qilishda ham uncha manfaat keltirmaydi. Deyishganda endi. Lekin Yevropa mamlakatlar e'tibor kattaligi bizni quvontirdi. Nima dediki, bizga aytayapti, aynan yubiley navi orqali biz uning katta bir hajmda ekanligi, umuman olganda posti, umuman har tomonlama bizni parfyumeriyalarda, ayollarning kosmetika mahsulotlarida foydalanishga manfaat keltiradi qiziqish bildirdi. Bu juda ham katta yutuq, yangicha tarmoq, to'g'rimi? To'g'ri. Katta takliflar berishyapti. Mana shu libonlarimizni sanoatlashgan tarmoqlarda foydalanamiz. Parfyumeriya sanoatida o'sha fransiyalik katta tadbirkorlar taklif beryapti. Nimaga? Parfyumeriya sanoatiga xomashyo sifatida foydalanamiz. Bu haqda qo'limizda ma'lumotga egamiz. Ko'proq hajmda yetkazib beradigan bo'lsangizda, parfyumeriya sanoatida buni yarim xomashyo sifatida foydalanishar ekan. Buni postidan alohida, ichidagi so'kidan alohida ish qilib, shu farmatsevtikada va o'sha xotin-qizlarning nimasida kosmetika mahsulotlar ishlab chiqarishda yarim xomashyo sifatida foydalanib, buni ham klienti mijozi bor ekan alohida. Bo'lganda ham kattagina mijozlari. Shokir aka, faoliyatga omad tilaymiz. O'ylaymanki, limonchilik borasidagi xalqaro ko'rgazmalarimiz bu boshlanishi O'zbekiston limoni, ya'ni o'zbek limoni endi trendga chiqadi. Butun dunyoda o'zbek limoni deganda yangicha bir sahifa, o'zbek limoni deganda yangicha bir imij, o'zbek limoni deganda esa yangicha bir g'oyalar va hamkorlik masalasi bo'ladi. O'ylaymizki, o'zbek limoni dunyo maydonida haqiqatan ham talash bo'ladi. Sizning mana shu limonchilik faoliyatingizga omad va zafarlar tilaymiz va o'zbek limoni bilan sahifasiga boramiz va barcha obunachilarimizni yaqinlarga ulashlarini va eng asosiysi siz ham ikkilanmasdan limonchilik faoliyatini boshlashingizni chorlaymiz. Siz ham ushbu sohadan daromad oling. To'ronbank esa doimo hamkorlikka, moliyaviy qo'llab-quvvatlovga tayyor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.